Xo'p, ingliz tilida demak harflarni, ya'ni so'zlarni o'qilishi, demak letter combination, harflar ketma-ketligi. Xo'p, bizda sh kelib qolsa, ya'ni o'zbek tilidagi sh kelib qolsa, ingliz tilidagi so'zlarda, demak biz uni o'zbek tilidagi sh kabi o'qirar ekanmiz. Masalan, sheep, shop, fish, English qilib, demak shni o'zbek tilidagi sh kabi o'qirar ekanmiz. Xo'p, ch kelib qolsa-chi? Ch kelib qolsa. Xo'p, ch kelib qolsa, demak t bilan shni urishtirib aytar ekanmiz. Ch, t bilan shni urishtirib ch. Keyingisi, ya'ni ch ga misollar: chair, chicken, church, teacher. Demak t bilan shni urishtirib o'qir ekanmiz. Keyingisi th, ya'ni t bilan h kelib qolsa, t bilan h kelib qolsa, o'zbek tilida th kabi o'qilar ekan. Faqat ozgina farqi bor. Bu qanday o'qiladi desangiz, hozir buni ko'rsatdim sizlarga. th ni old tishlarimizga tilimizni tekizib f deb, ya'ni o'zbek tilidagi s ni talaffuz qilar ekanmiz. f deb talaffuz qilar ekanmiz. Ko'rinmabdi-ku. Chiqsa yo'q, tashlayman men. Guruhga tashladim. th ni th kelib qolsa. th kelib qolsa, shuni old tishimizni th deb qo'yaman. th yoki f yoki v deb o'qiladi. Farqi qanday desak, demak guruhga tashladim, guruhdan ko'rsalaring bo'ladi. Kanal, asosiy kanalga tashladim. Xo'p. F o'qiladi. Think, thank, thumb. Xo'p. Ya'ni xuddi shu qoida, faqat v o'qiladi. Qaysi holatda? th kelib qolsa. Sizda o'rinli savol tug'ilishi mumkin. Qachon f o'qiymiz, qachon v o'qiymiz desa, bu amaliyotda o'rganiladigan so'zlar bo'ladi. Hammasini alohida qilib kitob chiqilmagan. Demak, amaliyotda siz o'rganib olasiz qachon f, qachon v o'qilishni. Demak, bu th da ham v o'qir ekanmiz. Qachon this, that, mother, brother. E'tibor beringlar, old tishimizga tilimizni tekizgan holatda. Xo'p. Keyingisi ph kelsa, demak f deb o'qir ekanmiz. F o'zbek tilida f kabi o'qilar ekan. Mana bu yerga photo deb yozib qo'yibdi. Biz uni photo deb o'qimaymiz-da. Ph kelsa biz f o'qigan deyapti ekan. Demak, shuning uchun foto o'qir ekanmiz. Mana bu yerda ph ni f deb o'qiramiz. Foto. Phone emas, phone. Yoki elephant emas, elephant. Xo'p. Keyin wh kelsa, wh bu o'zbek tilidagi v kabi o'qiladi. Ozgina farqi bor. Qanaqa desa, biz o'zbek tilidagi vatanga ketadigan yoki volida yoki varrakka ketadigan o'zbekcha vdan biroz farqi bor. Faqat labimizni butiks qiladi-ku ayollar, labini katta ishirib. Shunday holatda v dirkamiz. V emas, v labimiz cho'tib. What, when, white. Xo'p, nega ng kelsa, biz o'zbek tilida nega harfi borki, ng harfi, ng. Ana shunday talaffuz qilar ekanmiz. Thing emas, long emas, strong. Negani ng urishtirib olar ekanmiz biriga. Xo'p, vowel sounds, unli tovushlar. Demak, unli tovushlar a harfi, demak ikkita undosh harfning o'rtasida keladigan bo'lsa, biz a deb talaffuz qilar ekanmiz. Ya'ni mana bu tovush bizda a bilan e ni qorishmasi degani. A ham emas, e ham emas. Labimizni yon tomonga cho'zib cat masalan. Cat emas, cat emas. Cat. Map, bag deb talaffuz qilar ekanmiz. Xo'p,
A harfi yana ey deb talaffuz qilinar ekan. Demak i so'zi oxirida o'qilmaydi deyapti. Demak e'tibor bersak oxiridagi kelgan e'lar o'qilmaydi. Va mana bu a harfimiz ey deb talaffuz qilar ekanmiz. Cake, name, game qilib. Tushundinglar a? Xo'p, e harfi bu ingliz tilida i bo'ladi. Demak, u o'zimizda ikkita undoshni o'rtasida kelsa e deb talaffuz qilaverar ekanmiz. Pen, ten, red. Shu joyda bitta narsani o'rgatib ketaman bolalar sizlarga. R harfi buni talaffuzi qanaqa bo'ladi? R deb talaffuz qilinadi. R deb. Ya'ni biz o'zbek tilidagi R ga o'xshab, ya'ni jarangli R emas. Mana biz R harfini aytganimizda tilimiz titraydi, to'g'rimi? Arra, karra, marra yoki dor va hokazo usullarda labimiz yo'q, tilimiz titraydi, to'g'rimi? Lekin inglizlarda R harfi jarangsiz R ekan va uni R deb talaffuz qilar ekanmiz. R deb. Va uni o'zini ham rasmini tashlayman. R sound. R pronunciation. Demak, hozir rasm tashlayman, sizlarga o'rgataman. Demak, labi tilimizni uchini orqaga qaytargan holda old tishimizni orqa tomonidagi tanglay qismiga tekizib R harfini aytar ekanmiz. R. Mana bu hozir tashlayapman. Telegram kanalga ulashyapman. R harfi. R. Yani e'tibor bergan bo'lsak, L'siga e'tibor bermaymiz. R harfi demak R ko'rinishda mana tilimizni orqaga qaytarib turib, yumshoq tanglak old tishimiz orqa qismidagi yumshoq joyga tekizib R deymiz. R emas. Masalan, car so'zi bor, mashina degani. Car emas, car. Yoki door degan so'z bor. Door R'ni biz tilimizda orqaga uchini qaytarib turib, yumshoq joyga tekizib, mana bu Telegramga tashladim, ko'rsalaring. R deb talaffuz qilar ekanmiz. R. Xo'p, keyingisi. Xo'p, ikkita e kelib qolsa, bu i deb cho'zib o'qilar ekan. I ikki bo'g'in cho'zib qo'yamiz. Masalan, tree, green, mana bu i larga e'tibor. Gapni, so'zni qayerda kelishidan qat'iy nazar biz uni cho'zib qo'yar ekanmiz. I qilib. Green yoki sheep qilib demak cho'zib qo'yar ekanmiz. Xo'p. Demak, ikkita undosh o'rtasida i keladigan bo'lsa, uni shunchaki i deb talaffuz qilar ekanmiz. Xo'p. Sit, big, fish. Demak, bunda katta o'zgarish yo'q. Endi qaranglar. Demak, bitta undosh harfining ikkita chekkasida boshida va undan keyin I va i harfi keladigan bo'lsa, I deb talaffuz qilar ekanmiz. Mana i va e harfi kelyapti va uni o'rtasida men sizcha qilib qo'ydim. Uni o'rtasida undosh harf bo'lsa, I deb talaffuz qilar ekanmiz. Time. Mana k o'zida undosh, ikki chekkasida I bilan i harfi bor. Bike. Demak, kit emas, kite. Xo'p. O harfi O harfi shunday, demak o'zbek tilidagi o kabi o'qiladi. Dog, box, clock. Xo'p. Endi O va E harflari, O va E harflari va uni o'rtasida unli harf bo'ladigan bo'lsa, yo'q, uzr, undosh harf bo'ladigan bo'lsa, O o'qilar ekan. O. Home, nose, hope. Demak, O o'qiladi. Home, nose, hope. Demak, e'tibor berganimizda O bilan I ning o'rtasida undosh harf bor. Mana O bilan I ning o'rtasida degan S harfi bor. Demak, O bilan I ning o'rtasida P harfi bor. Demak, ovozni yana bir tekshirib ko'raychi. Demak, yaxshi.
Keyingisi. Demak, u harfi, demak, ingliz tilida ikkita harfning, ikkita undosh harfning o'rtasida, demak, a deb talaffuz qilinar ekan. A. Bus emas, ya'ni b bizda undosh harf, s ham bizda undosh harf. Demak, uni o'rtasida keladigan bo'lsa, a deb o'qilar ekan. Bus emas, bas yoki sun emas, san, kup emas, kap qilib o'qilar ekan. Xo'p, endi demak, u va i harflari. U va i harflari va o'rtasida undosh bo'ladigan bo'lsa, u o'qilar ekan. Mana cho'zib u o'qiladi. U. Ya'ni use, cube, student e'tibor bergan bo'lsalaring, u bilan demak u va i harflarining o'rtasida undosh harf kelyapti. Demak, u harfi va mana bu i harfining o'rtasida b harfi undosh bo'lib kelyapti. U harfi va i harfining o'rtasida yana bitta undosh. Demak, s harfi undosh bo'lib keladi. Shu holatda demak u o'qilar ekan. Use, cube, student qilib. Xo'p, special reading rules. Demak, maxsus, demak, o'qilish qoidalari. Demak, c harfi va unga e, i, y harflari qo'shilib keladigan bo'lsa, shu uchala harflardan biri o'zbek tilidagi s kabi o'qilar ekan. City, cent, cycle. Demak, mana bu unlilar demak c harfidan keyin kelsa. Xo'p, c harfiga a, o, u harfi ergashib kelsa, k o'qilar ekan. Cat, cup, cold. E'tibor beringlar, bundan yuqorida u harfi ikkita undoshning o'rtasida kelsa, demak biz a o'qirdik. Teparoqda. Demak, bu kup emas, cup o'qiymiz, a? Xo'p. Keyingisi g harfi. Demak, g harfi hop e, i, y harfi bilan kelsa, ya'ni o'zidan keyin ergashtirsa, g o'qilar ekan. O'zbek tilida g, j kabi. Masalan, g harfidan keyin e kelsa deyapti. Yoki g harfidan keyin i harfi keladigan so'z yoki y harfi keladigan so'zlar kelsa, j o'qivering deyapti. Masalan, gym, g emas, gym. Hop, yoki giant yoki age o'qilar ekan. Hop. Keyingisi, demak g dan keyin, g harfidan keyin a, o, u harflari kelsa, shunchaki g o'qilaverar ekan. Game. Buni o'tdik, oxirida kelgan e o'qilmaydi, ya'ni teparoqda ko'rdik. Game. Hop, goat, gun. Demak, buni ham o'tdik. Ikkita undosh o'rtasida kelgan u harfi a o'qilaveradi. Hop. Keyingisi kn harflari bilan demak ishtirok etgan so'zlarda knni k n o'qir ekanmiz, xolos k harfini o'qimas ekan. Mana bu yerda e'tibor beramiz, knife deb qo'yibdi. Knifeni biz nima deb o'qir ekanmiz? N deb o'qir ekanmiz. Knife. Knov deb qo'yibdi. Knovni biz kn qilib o'qimasdan n deb talaffuz qilar ekanmiz. No. Kni deb qo'yibdi. Demak, kni emas, ni deb talaffuz qilar ekanmiz. Xo'p. VR, ya'ni WR kelsa R deb talaffuz qilar ekanmiz. Mana vrite debdi. Biz uni vrite emas, right deb talaffuz qilamiz. R deb talaffuz qilar ekanmiz. Wrong emas, wrong. Wrist, wrist emas, wrist deb talaffuz qilamiz. Xo'p. Demak, MB kelsa, MB keladigan bo'lsa, biz MB ni B sini talaffuz qilmas ekanmiz. Faqat M deb talaffuz qilar ekanmiz. M deb. Xo'p. Com, thumb, lamb. E'tibor beringlar. MB kelsa, men faqat M harfini o'qiyapman xolos. Com, thumb. Xo'p. Va lamb. Lamb emas, lamb. Hop, suffikslar. Suffiks degani, demak, oxirgi so'z qo'shimchasi degani. Demak, ingliz tilida so'zlar bor, tion bilan tugaydigan so'zlar bor. Tion. O'zbek tilida shin o'qilar ekan. Shin. Tion kelsa, shin deb talaffuz qilsa bo'lar ekan. Masalan, station debdi. Demak, stationni qoidaga ko'ra shin o'qisak, station bo'lar ekan. Hop, nation deb qo'yib, nation deb o'qiymiz. Shin deb o'qiymiz-da. Nation emas, nation. Action emas, action deb talaffuz qilamiz. Hop, sion. Sion kelib qolsa, ya'ni so'zlarning oxirida. Buni biz jen deb o'qiymiz. J emas, j. Endi bizda o'zbek tilida j harfi yo'qligi uchun men j qilib qo'ydim. Aslida rus tilida, rus tilini biladiganlar bo'lsa, j harfi bor-a. J harfi
Demak, rus tilidagi mana bu j kabi o'qiladi. J kabi. Mana bu sion jen deb o'qilar ekan. Shuni bu yoqqa qo'yib qo'yay. Jen. Jen deb o'qiladi. Mana dekision deb yoziladi. Dekision emas, endi biz nima deb o'qiymiz? Jen. Jen. Television deb qo'ydik. Biz television emas, television deb talaffuz qilamiz. Xo'p, ture kelsa chore deb talaffuz qilamiz. Chore. Future. Demak, r siga e'tibor beramiz. Chore emas. Hozir o'rganganimizdek r harfini demak tillarimizni ortga qaytargan holda deb talaffuz qilamiz. Chore. Future. yoki nature debdi biz nature. Picture emas, picture. E'tibor beradi. Chore tilimizni ortga qaytarib, men r ni talaffuz qilyapman, oxirgidek kelayotgan r harfini. Xo'p, vowel teams, demak ikki tunlilar sherik bo'lib qolsa, komanda bo'lib qolsa, demak ai kelib qolsa so'zda a o'qilar ekan. A. Masalan, rain deb yozibdi, biz nima deb talaffuz qilamiz? A bo'lsa rain bo'ladi. Rain. yoki train. Train emas, train. Ay deb talaffuz qilamiz. Xo'p. Keyin white debdi. White emas, wait deb talaffuz qilamiz. Qachon? Mana bu a bilan i birga keladigan bo'lsa. Xo'p. I debdi. Demak, I bilan nima deb talaffuz qilamiz? A deb talaffuz qilar ekanmiz. Demak, so'zda oxirida keladi odatda. Day. E'tibor beramiz. Day. yoki play emas ekanda, play bo'lar ekan yoki stay. Xo'p. Mayli, unga olishmaymiz. Xo'p, keyingisi a kelsa, yo'q, a kelsa i, ya'ni so'z o'rtasida keladi yoki oxirida keladi odatda. Biz i deb cho'zib o'qirkanmiz. I, masalan, mana ca debdi. Biz ca emas, c deb talaffuz qilamiz yoki read debdi. Read. R harfiga e'tibor beringlar. Sizlarga muhim shu joyda bitta muhim narsa aytaman. R harfini yaxshi o'rgangan odam ingliz tilini chiroyli chiqaradi. Read emas. Hozir gruppaga tashlaganim, ya'ni kanalimizga tashladim R harfini. Ana shuni demak mashq qilib ko'proq e'tibor bersalaring, demak ingliz tilida chiroyli gapirishni demak boshlaysizlar. Read emas, read. Mana bu a ni i qilib cho'zyapmiz, a? Demak a bo'lsa eat bo'lar ekan. Xo'p, a ni deb talaffuz qilar ekanmiz. Head. Xo'p, bread. yoki weather. Demak, mana th ni ham o'rgandik. Th kelsa the o'qirdik, the weather bo'lyapti. Hamma harflarni o'rgandik. Mana bu th ni boshqa rang olib qo'yaman, masalan, keyin sariq olib qo'ying. Demak, weather, the o'qiymiz. Mana u ham kanalimizda turibdi. Th kelsa the deb talaffuz qilamiz. Weather. Xo'p. A kelsa, ya'ni o kelsa o o'qilar ekan. O. Boat. Mana bu. O kelsa o o'qilyapti. Xo'p, boat. yoki coat kelsa coat. yoki road emas, road. Ko'rinishda. Demak, darsimiz tushunarli bo'lyaptimi, bolalar? Tushunarli bo'layotgan bo'lsa, demak, tushunarli bo'lyaptimi? Kanalga demak tushunarli bo'lyaptimi? Tushunarli bo'layotgan bo'lsa, reaksiya yoki kommentariy yozinglar. Tushunarli bo'lyaptimi? Ha, yaxshi. Demak, aktiv bo'lib qatnashib, demak, yozib boringlar. Demak, oz qoldi va oxirroqda, demak, sizlarga speaking va juda ham zo'r struktura va'da qilganman. Xo'p.
Davom etamiz. Demak, o va w kelsa au o'qilar ekan. Au, e'tibor beringlar. Au, au. Demak, labimizni kattaytirib, kichraytiramiz. Au. Demak, uni gapirayotganda, demak, uni o'yin qilib au demaymiz, lekin biz o'zimiz shunga o'rganishimiz kerak. Mana cow debda, uni qanday talaffuz qilar ekanmiz? Au ko'rinishda. Cow, cow. yoki town, mana e'tibor beringlar. O bilan w kelsa au o'qilyapti. Au. Town. Brown. Men labimga e'tibor beringlar. Brown bo'lyapti. Men uni sizga sekinlashtirib aytyapman-da, o'zi aslida siz gapirayotganda au kinolarda yoki haligi YouTube'da sekinlashtirib qo'yadi-yu. Siz unday qilmaysiz-ku, lekin tez gapirganda demak lablarimizni ko'rinishi taxminan shunday bo'ladi. Cow, town, brown ko'rinishda. Xo'p. Demak, o w kelsa, uni o deb o'qishimiz ham mumkin ekan. Snow, slow, no ko'rinishda. Xo'p, oyni oy ko'rinishda o'qiramiz. Ya'ni so'z qayerda kelishidan qat'iy nazar oy. Demak, coin, join, point. Hop. Demak, o ye kelsa oy o'qirkanmiz. Boy emas, boy. yoki toy. yoki enjoy. Oy, e'tibor beringlar. Oy bo'lyapti. Hop. Keyingisi silence letters deyapti. Silence letters degani sukut harflar degani. Sukut harflar. Ya'ni so'zda yozilgan, lekin biz uni talaffuz qilmaydigan so'zlar bo'lar ekan. Silence letters. Demak, gh kelyapti. Gh kelsa biz uni silent qilar ekanmiz. Nigiht yozibdi. Nigiht bo'lsa, demak uni talaffuz qilmay ketar ekanmiz. Night. Ligiht emas, light. Va rigiht debdi, biz uni ham talaffuz qilmasdan right deb ketamiz. Hop, lk kelsa. Hop, lk kelsa biz l ni talaffuz qilmas ekanmiz va uni shunchaki k deb talaffuz qilar ekanmiz. Walk, talk yoki chalk. E'tibor beringlar. Walk, talk, chalk emas. Mana nima talaffuz qilyapmiz? K. Walk, talk, chalk. Hop, bt. bt da biz demak t deb talaffuz qilar ekanmiz va b ni silent qilar ekanmiz, ya'ni talaffuz qilmas ekanmiz. Debit. Debit debdi. Deb degani qarz degani. Deb bo'lsa, biz b ni talaffuz qilmasdan debt deb talaffuz qilar ekanmiz. Debt. Debt. yoki daubit debdi. Biz uni daubit emas, dat deb talaffuz qilamiz. Hop, mana bu t. Dot. Hop. Keyingisi nega, ya gene ne deb talaffuz qilamiz. Gene. Gnome emas, gnome. Hop, sign emas, sign. Ko'rinishida. Gnome va sign. Hop. Demak, hozircha shular ekan.